ilmsiz kishilarning ilmiy suhbatga aralashuvi va noo'rin savollar berish. Olim bo'lmagan kishilarning ilmiy gaplariga aralashishlari, ilmning nozik taraflaridan so'rashlari va so'z yuritishlari ham katta ofatdir. Ayniqsa e'tiqod masalalarining nozik joylaridan so'z yuritish ular uchun koni zarar bo'lib, bundan ularga zarracha foyda yo'qdir. Alloh taolo Maida surasida marhamat qiladi. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an ashya'a in tubda lakum tasu'kum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubda lakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ey iymon keltirganlar, har xil narsalarni so'rayvermanglar. Agar sizga zohir bo'lsa, o'zingizga yomon bo'ladir. Agar ular haqida Qur'on nozil qilinib turgan chog'da so'rasangiz, sizga zohir bo'ladi. Alloh ularni afv qildi. Alloh g'afurdir, halimdir. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: Al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Ravahu Abu Dawud va Ibn Majah. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Qur'on xususida talashib tortishish kufrdir dedilar. Abu Dawud, Ibn Hibban rivoyat qilganlar. An Jabir radhiyallohu anhu anin nabiy sallallohu alayhi va sallam qol: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة ثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقهون؟ قال المتكبرون. رواه الترمذي. جابر رضي الله عنه دان رواية قلنادا. نبي صلى الله عليه وسلم sizlarni menga eng yoqmaydiganingiz va qiyomat kuni majlisida eng uzog'ingiz sergap, tili uzun va mutafayqihingizdir dedilar. Ey Allohning rasuli, sergap va tili uzunni bilamiz. Mutafayqihlar kimlar deyishdi? Mutakabbirlar dedilar. Termiziy rivoyat qilgan. Mahzanul Ulumda bunday yozilgan: majlisda bo'layotgan muzokara va munozaraga daxling bo'lmasa, aslo aralashma. Kattalarga kinoyali so'z qilma. Tushunilishi qiyin so'zlarni misollar bilan oydinlashtir. Munozarada chegaradan tashqari chiqma. Noo'rin savollar so'rash ham til ofatlaridan biridir. Bu borada ham asl qoidalarni bilib olib, ularga amal qilish lozim.